Tehronning javobi: Eron AQShning Bahrayndagi bazasiga hujum qildi. Bugun ertalabdan beri Eron Isroilga jami taxminan 35 ta raketa uchirdi. Bu nisbatan kam ko'rsatkich. Shoshilinch xabarlar: ma'lum qilinishicha, kamida 550 ta harbiy samolyot Eronga hujum qilgan. Xitoy Eronni yonida ekanini rasman e'lon qildi. Tramp Eronga qarshi operatsiya paytida Amerika qo'shinlarining o'lganini tan oldi. Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Tehronning javobi: Eron AQShning Bahrayndagi bazasiga hujum qildi. Eronning Tasnim axborot agentligi AQShning Bahrayndagi harbiy bazasiga raketa zarbasi berilgani haqida xabar tarqatdi. Ushbu hujum AQSh va Isroil tomonidan avvalroq boshlangan keng ko'lamli Yahudi qalqoni operatsiyasiga berilgan to'g'ridan-to'g'ri javob bo'ldi. AQSh harbiy dengiz kuchlarining 5-floti qarorgohi joylashgan Bahrayn hududida havo xavfi e'lon qilingan. Pentagon yetkazilgan zarar miqdorini o'rganayotgan bir paytda Tehron Islom Respublikasiga qarshi tajovuz maqsadida foydalanadigan har qanday baza qasos olish uchun qonuniy nishonga aylanishini ma'lum qildi. Hozir yana bir ma'lumot tarqaldi. Eron AQShning Birlashgan Arab Amirligi, Qatar va Kuvaytdagi harbiy bazalariga ham hujum qilgan. Bugun ertalabdan beri Eron Isroilga jami taxminan 35 ta raketa uchirdi. Bu nisbatan kam ko'rsatkich. Bu holat Eron raketalarini Isroil va AQSh ittifoqchisi bo'lgan arab davlatlari o'rtasida taqsimlashga majbur bo'layotganidan dalolat berishi mumkin. Chunki o'sha davlatlarda AQSh harbiy bazalari joylashgan. Bugun Eron raketalari Iordaniya, Qatar, Kuvayt, Bahrayn, Birlashgan Arab Amirligi va Iroq hududlarini ham nishonga oldi. Agar Eron rejimi haqiqatan ham o'zini va davlatchiligini saqlab qolishni istasa, to'liq urush holatiga kirishi kerak. Ortiqcha balandparvoz va hissiyotga berilgan bayonotlarni cheklab, harakatni so'z bilan emas, amal bilan olib borishi maqsadga muvofiq. Zarbalar ko'p va shov-shuvli emas, balki kamroq, aniq va samarali bo'lishi lozim. Chunki bunday to'qnashuvlarda hal qiluvchi omil shiddat emas, hisob-kitob, sabr va aniq strategik maqsaddir. Shoshilinch xabarlar: ma'lum qilinishicha, kamida 550 ta harbiy samolyot Eronga hujum qilgan. Ular orasida F-35, F-22, F-18, B-52 samolyotlari hamda Tomahawk qanotli raketalari borligi aytilmoqda. Ular AQSh va Isroil tomonidan qo'llangani xabar qilingan. Biroq Eronning havo mudofaa tizimi, jumladan S-300, S-400 va Bavar 373 majmualari yuzlab Amerika bombalari va qurollarini to'sib olgani, hatto ayrimlarini qo'lga kiritgani aytilmoqda. Ayrim zarbalar Isfahon hududidagi Nukiya kanali atrofiga tushgani ma'lum qilingan. Ammo manbalarga ko'ra AQSh va Isroil rejalashtirgan darajada katta ta'sirga erisha olmagan. Shuningdek, Eronga qurol sotgani uchun Xitoy va Rossiyaga alohida minnatdorchilik bildirilgan. Xitoy Eronni yonida ekanini rasman e'lon qildi. Xitoy Eronni o'z manfaatlari va qonuniy huquqlarini himoya qilishdagi hujumlarni to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi aytadi: Xitoy doimo masalani siyosiy va diplomatik vositalar orqali hal etish tarafdori bo'lib kelgan hamda xalqaro munosabatlarda kuch ishlatish yoki kuch ishlatish bilan tahdid qilishga qarshidir. Lekin AQSh va Isroil Eron davlati va xalqiga qarshi adolatsiz urush ochdi. Biz keng ko'lamda barcha yordamni Eronga beramiz, Eronni yonida turamiz. Xitoy Eron hukumati va xalqini o'z mamlakatining manfaatlari va qonuniy huquqlarini himoya qilishda qo'llab-quvvatlaydi va Xitoy har doim Eronni yonida bo'ladi. Tramp Eronga qarshi operatsiya paytida Amerika qo'shinlarining o'lganini tan oldi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronga qarshi harbiy operatsiya paytida amerikalik harbiy xizmatchilar halok bo'lishi mumkinligini tan oldi. Tramp bu haqda bugun Eronda operatsiya boshlanishiga bag'ishlangan video murojaatida aytgan. Jasur amerikalik qahramonlarning hayoti yo'qolishi mumkin va biz qurbon bo'lishimiz mumkin. Bu urushda ko'pincha sodir bo'ladi, dedi Tramp. Ammo biz buni hozircha qilmayapmiz. Biz buni kelajak uchun qilyapmiz, deb qo'shimcha qildi u. Biz amerikaliklar va ularning farzandlari hech qachon yadroviy qurolga ega Eron tomonidan tahdid qilinmasligini ta'minlash uchun o'z hayotini fidoyilik bilan xavf ostiga qo'yadigan har bir harbiy xizmatchi uchun ibodat qilamiz, dedi AQSh prezidenti. Eron Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qiladi. Eron armiyasi Amerika va sionistik rejimning hujumlariga qarshi barcha imkoniyat va salohiyatlarini ishga soladi. Eron millatining
javobi qat'iy bo'ladi va tajovuzkorlar sodir etgan jinoyatlari uchun pushaymon qilinadi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.